Yo, bismillah, shuncha pulim bo'lib turib mashinada keldi. Nima degan? Samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmati 12.500 rubl, o'zi mashinada 15.000 rubl bo'lsa, qanday bu bo'lishi mumkin? Men shuncha yildan beri 3 kunlik mashinada kirdi chiqdi xizmatdan foydalanib yurganman. Voybe, yaxshimisiz uka? Qarang uka, mashinada boradigan bo'lsam, pul turib tursin bu yerda 3 kun umrim o'tadi birinchidan. Ikkinchidan, ichki ishlar xodimlariga yo'l bo'yicha shunchaki charchagan merimga kelgan uka. Undan tashqari yeb ichish, qiylanib mashinada oyoqlarim og'rib, kirdi chiqdi xizmatdan foydalanib yurardim. Mana bu pul sizga uka. Plus mana bu oshchasi bilan uka, menga shu 12.500 deyapsiz-ku, mayli 13.000 beraman uka, kirdi chiqdi xizmatdan foydalansam bo'ladimi bir kunda? Assalomu alaykum Suroj aka. Aka, menga 12.500 pulingiz yetadi. Bunchasi ortiqchalik qiladi. Bir kunda samolyotda komfort holatda borib kelsangiz bo'ladi. Agarda sizlarga ham kirdi chiqdi xizmat qiziq bo'layotgan bo'lsa, Plus kodi bilan 921 762 2500 raqamlariga faqatgina Telegram orqali murojaat qilishingiz